Bolalarni urmasdan, so'kmasdan qanday qilib jazolash mumkin? Farzandingiz noto'g'ri ish qilsa, darrov baqirish yoki urish shart emas. Tarbiya bu jazolash emas, to'g'ri yo'lni ko'rsatish. Videoni oxirigacha ko'ring, men sizga mehr bilan, lekin aniq chegaralar bilan bolani qanday qilib xatti-harakatlarini to'g'rilash mumkinligini tushuntirib beraman. Birinchisi, agar o'yinchoqlarni yig'ishtirmasang, ular bir kun dam oladi. Ya'ni o'ynalmaydi. Bu bolani xatti-harakatlari uchun o'zi javobgarligini his qilishni o'rgatadi. Endi kitob o'qiymizmi yoki jim o'tirib dam olamizmi? O'qimaymiz. Bola o'zini boshqara olmasdan tursa, unga ikki ijobiy variantdan birini tanlashning imkonini bering. Uchinchisi time in. Birga tinchlanish. Tinch joyga o'tirib, nafas olish, rasm chizish yoki bo'lmasam birga quchoqlashib o'tirish. Bu bolani sizni jazolovchi emas, aksincha qo'llab-quvvatlovchi deb bilishiga yordam beradi. Bergan ma'lumotlarim foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, ota-onalarga jo'natib qo'yishni unutmang.